Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun 20-aprel chizsosi, mana xudo xolasa haftaning dushanba kunida Sankt-Peterburg shahri Pulkovo aeroportidan ushbu videoni sizlarga to'g'ridan-to'g'ri taqdim etib o'tamiz. Bilasizlarki aziz vatandoshlar, bizlarda hammasi как realni informatsiyalar, realni holatlar bo'yicha sizlarga ushbu videolarni taqdim etamiz. Mana bugun xudo xolasa mana qo'limda 4 ta passatishni talon turibdi. Ushbu biletni egalari mana opamiz o'zlari oilaviy ketishyaptilar. Assalomu alaykum opajon, avvalambor xush kelibsiz. Xudo xolasa bugun qayerga uchamiz? Termizga uchamiz. Sankt-Peterburg Termizga uchamiz. Bolalarimizni ham shu Zarpillardan olib, Surxondan bilet olib kutib olganmiz. Har doim arzon aksiyalarimizga yetib turadi. Telegram kanalidan kuzatib olamiz. Ketishda ham har doim ulardan hammaga tavsiya qilaman. Ishonchli bilet 5 yildan buyon shu nimadan olamiz, Aviasurxondan. Bu yerda qarang opajon, hech qanaqa bir spesialni sizlar bilan kelishilgan holatda video bo'lmayapti. Как borini aytib o'tyapsiz sizlar ham. Borini aytyapman, kelishilmagan hech qanaqa. Rahmat, nasib xudo xolasa sog' salomat, yorug' yuz bilan yaxshi kayfiyatda vatanimizga eson-omon yetib boringizlar. Nasib xudo xolasa. Aziz vatandoshlar, aloqaga chiqaverasizlar, Aviakassa Aviasurxon sizlar uchun xizmatdamiz doim.